Bir banka asalim, voy chiroyligim bo'ldi va 50 ming so'mdan aylansam, hozir telefoningga tashlab yuboraman. Megabayting tugab qoldimi? Ukajon, shotimga 1000 so'm tashlab yubor, o'chib qoldi. Men qara, nima san shotingga 1000 so'm tashlashim kerak? Bor o'zing hal qil. Kasal bo'lib qoldingizmi? Bo'ldi, hozir menga dori jo'natib yuboraman, xo'p? Xavotir olmang. Ukajon, mana shu dori 300 so'm ekan, olib kelib ber. O'sha o'zing olib kel. Menga nima deysan? Tug'ilgan kuningga 101 ta atirgul bilan tortga rasmini chizdirib jo'natib yuboraman. To'ydan keyin esa Iskandar Buildings'dan Mavrid loyihasidan uy olib beraman. Samir, kecha tug'ilgan kunim bo'ldi. Bitta opam bor deb sovg'a ham bermading-a? Boshimni qotirmagin, menga nima sovg'a qiluvding? Net nomermi? Kim ekan bu? Alo, Samir aka. O'zimga Ahmad bermang, kasal bo'lib qoldim-da. Shuni 500 ming qarz berib tura olasizmi? Ertaga qaytaraman. Nima deganing qarz? Voy, kartani tashlab beraman hozir. Telefonni tashlab yuboraman hozir, kart tashlab bering. Xo'p, mana hayotim 500 ming tashlab yubordim. Rahmat, kattakon hayotim. Yusuf Ahmetov Ozoda, opammi? Opa, mana karta raqam sanikimi? Qoch yo'limdan yalang'oyoq. Men bugun dugonalarim bilan aylanib kelaman.